Hammamizga ma'lum, har yili mana shu yoshlar, umuman talabalarni sportga jalb qilish va sog'lom turmush tarzi bo'yicha Toshkent davlat tibbiyot universiteti tizimli ishlar amalga oshiriladi. Aprel oyida respublikamizda sport va sog'lomlashtirish oyi bo'lib o'tyapti. Shu munosabat bilan Toshkent davlat tibbiyot universiteti barcha pedagog xodimlarini, barcha talabalarni va xodimlarini mana shu sog'lomlashtirish va sport oyida sport musobaqalariga qatnashga va sog'lom turmush tarzini doimiy ravishda an'anaga aylantirishga chorlayman. Pedagog xodimlari, talabalarni sport va sog'lomlashtirish oyida faol bo'lishiga chaqiraman. Bugun Toshkent davlat tibbiyot universitetida mana shu Yangi O'zbekiston talabalar olimpiadasiga start berildi. Bu start bilan demak Toshkent davlat tibbiyot universitetining 2000 dan ortiq talabalari mana shu sport musobaqalarida ishtirok etishga ro'yxatdan o'tishgan. Respublika tanlovida Toshkent davlat tibbiyot universiteti talabalariga omad tilaymiz va Toshkent davlat tibbiyot universiteti talabalari albatta g'olib chiqishiga ishonamiz. Biz ularni qo'llaymiz.